Sport mavzusidan yiroqlashmaymiz. Pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha Namangan viloyati hokimi kubogi uchun viloyat chempionatining 3-bosqich musobaqasi o'tkazildi. Hozir shu haqda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Namangan viloyat kengashi tomonidan yozgi ta'til vaqtida bolalar va yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish hamda sportga keng jalb etish maqsadida ko'plab sport musobaqalari o'tkazilyapti. Ayniqsa, respublika miqyosida o'tkazilayotgan Dolzarb 90 kun tadbirlari doirasida bu yanada yaqqol namoyon bo'lmoqda. Namangan shahar o'quv sport texnika klubiga qarashli o'q otish majmuasida pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha Namangan viloyat hokimi kubogi uchun viloyat chempionati 3-bosqich musobaqasi o'tkazildi. Har bir bellashuvlar qizg'in murosasiz bahslarga boy o'tdi. Ular orasida para o'q otish bo'yicha sportchilarning borligi ham albatta quvonarli. Viloyat chempionatiga Namangan shahri va tumanlaridan tashrif buyurgan 13 ta jamoadan 132 nafar sportchilar qatnashdi. Musobaqada yoshlar va o'smirlar havo miltig'idan hamda havo to'pponchasidan o'q otish bo'yicha bahslar olib borishdi. Qatnashchilar bor merganlik mahoratini ishga soldilar. O'q otish sport turi bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanaman. Musobaqalarga borganimizda eng katta natija 600 otish bo'ladi. Shundan men rekordim 574 bo'lgan. Toshkent viloyatida 2 marta 14 yoshlilar o'rtasida birinchi o'rin olganman. Bugungi bahsda ham birinchi o'rinni olishni maqsad qildim. Bu o'q otish sport turini yaxshi ko'rishim sabablari diqqatli bo'lishga, sabrli bo'lishga undaydi. Shu tomonlari ham menga yoqadi. Shu bahsda ham yaxshi natijalarga erishishga harakat qilaman. Musobaqaning ikkinchi kuni ham qizg'in bahslarga boy bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra umumjamoa hisobida Namangan viloyat texnik va amaliy sport turlari markazi jamoasi faxrli birinchi o'rinni, Namangan shahar o'quv sport texnika klubi jamoasi esa ikkinchi o'rinni egalladilar. Shuningdek, To'raqo'rg'on tuman jamoasi 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Taqdirlash marosimida vatanparvar tashkiloti Namangan viloyat rahbariyati ishtirok etib, g'oliblarga tashkilotchilarning faxriy yorliq va medallarini topshirdi. Sportchilarga kelgusi musobaqalarda omad tiladi.